Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda sizlar bilan birgalikda Dilimdagi dil izhorim nomli dasturi. Bugungi dasturimiz yana bir qalbni titratarli, mehr va sog'inchga to'la maktub bilan davom etadi. Bizga bir muxlisamizdan juda samimiy murojaat yetib keldi. Bu maktub orqali farzandlar o'zlarining ardoqli dadajonlari Bahramjon akani mehr bilan yod etishmoqda. Qalblaridagi sog'inch, muhabbat va hurmat tuyg'ulari har bir so'zda yaqqol sezilib turadi. Azizlar, keling ushbu izhorlarni birgalikda tinglaymiz. 2023-yil 7-dekabr kuni kechki soat 21:00 da aziz va mehribon dadajonimiz Bahramjon shanba kuni bu yorug' dunyodan ko'z yumdilar. U kishi 47 yoshda edilar. Dadajonimiz biz uchun mehr, suyanch va hayot yo'limizda yorug' chiroq edilar. Ularning samimiy tabassumlari, oqilona maslahatlari va mehribon qalblari hamon yuraklarimizda yashaydi. Vaqt o'tsa-da u zotning o'rni hech qachon to'lmaydi. Farzandlari Shohsanamxon, Gulolaxon, o'g'illari Baxtiyorjon hamda Ma'murjon nomidan va barcha yaqinlari nomidan dadajonimizning porloq xotirasiga cheksiz hurmat va sog'inch bilan yod etamiz. Ruhlari shod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Siz doimo qalblarimizdasiz dadajon. Biz sizni hech qachon unutmaymiz. Qalbim titraydi. Yurakkinam ingrab yig'laydi. Kechir Alloh, ko'z yoshlar gunoh. Netay dadam qaytib kelmaydi. Duv yoshim durmi yomarjon, qo'shilishib bulut yig'laydi. Taqdir ekan ayriliq armon, afsus dadam qaytib kelmaydi. Jonsiz rasmim quchaman ming bor, dardlashsam-da tilga kirmaydi. Ko'zim giryon, ko'zim intizor, netay dadam qaytib kelmaydi. Oh dadam, oh suyukligim, xartun tushlarimga kirsaydi. Bag'ringizga bir quching derdim, afsus dadam qaytib kelmaydi. Jovdiragan ma'yus ko'zlarim qaynoqqina mehrin izlaydi. Tilkalaydi bag'rim g'amlarim, netay dadam qaytib kelmaydi. Judolikdan bu holim abkor, xayollarim xanjar tig'laydi. Chekdim jafo tunlari bedor, afsus dadam qaytib kelmaydi. Shukr Allohim, yaqinlarim bor. Padarimdek hech kim bo'lmaydi. Yo Robbona, yo Parvardigor, jannatginam endi kelmaydi. Dadam qaytib kelmaydi.